Tush nima? Tush insonning uyqusida 3 xil bo'ladi. Avvalgisi bittasi shaytondan. Shayton keladi, alg'ov-dalg'ov tush, u toza rasvo narsa. Unaqa tush ko'rganda odam turib chap tarafiga 3 marta tuflash kerak-da, birovga aytmay yuraverish kerak. Tushni ikkinchisi uyg'oqlik vaqtida o'yiga o'ylab, kallasiga mahkam qo'yib olgan, odamlar bilan gaplashib, o'sha fikr bilan yotgan odamni kallasi davom etadida ishlab, haligi nimasidagi gapirayotgan gapi tush bo'lib kiradi. Uchinchisi solih tush deyiladi. U kun bilan tun teng bo'lgan pallalarda, tong chog'ida Alloh taolo tarafidan bir bashorat o'laroq beriladi. Ya'ni yaxshilikka ishora xolos. Tushdan hukm chiqarilmaydi. Tush ko'rgan bilan birov bir narsa bo'lib qolmaydi. Tush ko'rilgan odam ham bir narsa bo'lmaydi. Yaxshilikni ishorasi xolos. Hukm chiqarishyapti. Viloyatlardan birida birovni eshigini 2-3 kishi chaqirib ketdi. Ha? Tabriklaymiz. Nima bo'ldi? Mana o odamni tushida hajda yurganimizsiz. Siz ham haj bo'libsiz, endi bir ochib berib yuboring odamlarga deymiz. Mana shu yerning o'zida bir g'orga kirib e'tikob o'tirgan ekan, kelib birov qo'lidan ushlab Ka'bani aylantirib ketdi degan gapni tarqatishgan. O'zimiz hay deb zo'rg'a ushlab qolganmiz. Bunaqa narsalar haligi porakandalik, ibodatni buzish, odamlarning hayotini olib qochishdan iborat xolos. Yaxshi tush, solih tush yaxshi narsa, faqat ishora xolos. Undan hukm chiqmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Yaxshilik